Lifehack qilib ketaylik uka. Mana bunday qo'yni o'zini tagidan chiqadigan qiyiq bo'ladi. Buni 10-15 kun optoda qaynatib ko'chirib olish. Assalomu alaykum Sardarbek aka. Va alaykum assalom Azbek, yo'qolingizmi uka? Yaxshi, rahmat aka. Bugunga nima yangilik aka? Yo'q, xudo xolasa, qo'ylarim bir 8-9 oylik qo'zim bor. O'shani semirtirishim kerak. Qanaqa yem bersam bo'ladi, qanaqa hashak bersam bo'ladi degan obunachilaringizga xudo xolasa qo'ldan kelgancha o'zimda uyimda boqayotgan qo'ylarimni qanaqa yem berayotganimni yoritib ketishga harakat qilaman uka. Mana buni yemni ko'rsating uka. Mana. Hop, beyda makka bilan bug'doyda aralashmasi. Hop, beyda 40 ta qo'yga 2 mahalga bemalol yetadi. Hop, mana shu faqirimizda 3 ta bug'doy. Buni 6 kilo, 6,5 kilo deb hisoblasak bo'laveradi. Hop, keyin bitta makka bu faqat. Bitta makka. Hop, jami 24 kilo, 18 kilo bug'doy, hop, 6 kilo makka bo'ladi. Buni bemalol yaxshilab pishirilsa agar yollib bug'doylar yollib, keyin bo'lib shishib mana shu qozon mana shunchalik bo'lib pishadi bu. Hop. 2 barobar ko'payadi, ham 40 ta qo'yga 2 mahalga bemalol yetadi uka. Aka, bizni obunachilarimiz ko'p so'rashyapti. Hop, internetda ko'ryapmiz, shunaqa qilib qaynatib berganlardi. Hop, bug'doyi haligi o'g'it deydimi, go'ngi bilan chiqib ketib qolyapti ekan degan obunachilarga endi javob berib ketamiz aka. Yo'q, mana shu gapga anchadan beri javob topilmaydi-da. Ko'pchilik aytib chiqishyapti, bu deyishyapti. Lekin shayda qo'ldan keyincha ortib berishga harakat qilamiz. Yemni eng avvalo pishirib bergan ma'qul. Mana xom bersangiz, yemni pishirmasdan bug'doyni makkani pishirmasdan bersangiz, to'g'ri, axlatiga aralashib chiqib ketib qoladi. Lekin pishirib bersangiz, mana bunday qilib pishirib berilgan holatda umuman axlatiga aralashib chiqib ketmaydi, o'ziga oladi. Naborot qo'yda semirtiradi, yog' olishiga, go'sht olishiga yaxshi bo'ladi. Keyin yemni pishirmasdan bersa, bu kishiga ham olib keladi, chunki o'zimizda sinovdan o'tdi. 3 ta qo'yimizni so'ydik uka, bo'kib qolib, shu yemni haligi qilib bermasdan. Keyin aka, ko'p bu berilsa yo kam bersa ham ich o'tish holat kuzatiladi degan ma'lumotlarga alik bo'ldi biz ham aka. Ha, bunday bo'ladi. Doim me'yor qilib olish kerak. Bo'ladi. Birinchi o'rinda vaqtini ili me'yor qilib olish kerak. Biz uka mana shu faqirda har bitta qo'ramizga bundan kattaroq faqirimiz bor. Shunaqa faqirlarni beramiz. Hozir ularni ham ko'rib o'tib ketamiz uka. Keyin yana bitta shayda lifehack qilib ketaylik uka. Mana bunday qo'yni o'zini tagidan chiqadigan qiyiq bo'ladi. Buni 10-15 kun optoda qaynatib ko'chirib olishi haligi jicha muammo bo'ladi, lekin mana bunday o'zini tagiga olov bo'ladi uka, bezrasxod bo'ladi. Mana shuni yoqishsa bezrasxod haligi olov manbai bo'ladi uka. Hop aka, endi qo'ylaringizni ham ko'rsatamiz. Ha, bir boshqatdan nechta qo'yim bor, hammasi bir boshqa. Necha oy bo'lgan, qancha o'zgarish bo'ldi? Mana shu yem bilan shunchalik qildingizmi? Faqat xolisona javob berasiz aka. Uka bemalol. Aka, bittasini ushlab ko'rsatamiz. Mana shida zotli qo'yimiz bor. Bitta o'zim zotga olganman. Buni ko'rsatayman. Mana. Jonivorni ko'ring, badallari xudo xolasa zo'r bo'lgan. Aka, shu o't bilan boqyapsizmi? Shu yemish bilan? Shu yem bilan boqilayotgan qo'y hozirgi kunda. Mana quloqlarini ham ko'ring. U seleksiya eganda. Seleksiyaga o'zim zot qadib olganman mana shida. Mana shu qo'rani uka. Buni bitta junlidan tashqari qolgan 5 tasini zot qadib olganman. Aka, kelganda boshida mana shuni kilasi uka 55 kilo atrofida edi. 55 kilo, ha. 55 kilo atrofida. Bugungi kunda kecha Sardar bloger o'zimda akam video qildi mashhurada. Hop 70 kiloga yaqin 68-69 kilo atrofida chiqdi. Nech oy muddatda yo kun? 1,5 oy oshiqroq. 1 oy 20 kun atrofida uka. Aka, demak shu tarzda shu yemish bilan boqsa foyda qilsa bo'lar ekan yo bo'lmas ekan. Shunga ham javob berib o'tdik. Xudo xolasa foydani zo'r qiladi uka. Yaxshi. Chunki qo'y baraka, qo'yda baraka bor, xudo xolasa foydani juda chiroyli qilyapti hozirgi kunda. Ko'ryapmiz, o'zingizda ham qo'y ko'p ekan aka. Ko'payda 40 ta qo'y bor. Mana ko'rsatgan yemimizni mana shular xudo xolasa yeyapti har kuni. Hop aka, beryapmiz. bitta gap, bitta ma'lumot aytib o'tib ketamiz. Endi o'zingiz aytasiz. Ko'p obunachilarimiz so'rashyapti. Nech kilo yo nech oylik qo'zi olib boqib foyda qilsam bo'ladi deyapti. 6-7 oylik qo'zi olgan ma'qul deb o'ylayman hozirgi kunda. Mashlar ham kelganda 6 yo 7 oylik atrofida bo'lgan xolos. Undan katta bo'lmagan bu qo'zilar. Qarang aka, sizga savol. Bitta obunachimiz telefon qilishdi. Men 7 oylik qo'zi oldim, ammo
bir oy muddatdan keyin 5 kilo minusga kirib ketdi deyishyapti. Nima sabab u? Birinchidan yem berilmagan bo'lishi kerak. Hashakni ham chalab buloqini vaqtida berilmagan. Men obunachimizga aytdimki, buni sutdan etda ajratilgan, sutga to'ymagan qo'y dedim. Bo'lishi mumkin. Bu ham bitta layfhak-ku. Sutga to'g'an qo'zi o'zi qo'zidan ajratib turiladi desangiz agar. Qo'zlarni ba'zilari oriqroq, ba'zilari yiriroq bo'ladi. Aka, menga video tashlab bersizlar, qo'y juda sustda, mono qo'ylaringiz hozir men mana shu duoldan o'tib ketaman deb yuribdi. Chunki yemish yaxshi. Yemish zo'r bo'lyapti. Hop, aka, obunachilarga shu tarzda boqishni maslahat berasizmi yoki yo'qmi? Sharoit bo'lsa, bundan ham yaxshi boqishda haligi tavsiya beraman. Endi biz sharoitdan kelib chiqqan holda boqyapmiz uka. Endi bundan ham yaxshi sharoitlari zo'r bo'lsa, mana yemga yana qo'shib, kepaga aralashtirib, kunga aralashtirib bergan yaxshi. Shunaqa qilib boqqan yaxshi, sharoit yaxshi bo'lsa, biz sharoitdan kelgan holda, kelib chiqqan holda beramiz. Yemishingiz yaxshiligini sababini aytaymi? Mana. Endi qo'pol bo'lsa ham ko'rsatyapmiz, mana. Tushgan go'ngi. Hop, yemish yaxshi bo'lmasa suyuq tushadi. Hop, kam tushadi. Bu mana obunachilar to'ppa bo'lib tushgan. Bu sabab bizni endi o'zimizning mutaxassisligimiz bor, shu ichida yuramiz. Yemish yaxshi bo'lsa shunaqa tushadi go'ngi. Yemish yaxshi bo'lmasa, hali mezde. Xalq tilida mezde bo'lib tushadi. Shunday ki, qo'ldan kelgancha biz xudo xolasa boqyapmiz. Yana bitta video qilib siz bilan agar sotadigan paytimizgacha qurbonliqgacha boqmoqchimiz, maqsadimiz. Hop, sotadigan paytimiz o'sha payt kelganda xudo xolasa yana bitta video obzor qilamiz, uka. bo'ldi. Aka, xudo xolasa siz bilan 15-20 kundan keyin yana ko'rishamiz. Nimaga? Yemishingiz yaxshi ekan, qancha rezultat bo'ldi yana buni ham olib chiqamiz aka. Bo'ldi, xudo xolasa shunaqa qilib olib chiqib xalqqa qo'ldan kelgancha yoritib berishga harakat qilamiz. Hop, qadrli obunachilar, sizlarga videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, do'st birodarlarga yetib bormayotgan bo'lishi mumkin. Podelitsiya tugmasini bosib, YouTube'da like bosishni unutmang, chunki bizning videomizni ko'p odam ko'rishiga sababchi bo'lasiz. Hop, Instagramda Bekovzan o'zimiz shaxsiy akkauntimiz bor. Unga o'tib ko'rsalaring qisqa va foydali videolar chiqadi. Bekovzan doim xalq xizmatida.